Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Mana 2026-yilga mini g'isht zavod tayyorlash jarayonlarimiz ketyapti. Endi bu videoni qilishimga sabab mana bugunning o'zida bir 3-4 ta odam stanok sotib olganligi, uni ishlatilmay turganligi haqida yordam berishimni so'rab aloqaga chiqdi. O'shaning uchun shu holatga tushib qolmasliklaring uchun stanok olishda ba'zi joylarga ahamiyat berishlaringni so'rab, mana hozir men qisqacha video syomka qilib tushuntirib o'taman. Endi masalan aytaylik, mana bu shinaga o'ralgan bo'lsa, buni oraliq masofasi bir xilda bo'lishi kerak-da, chunki tushgan loy tekis surilib borish kerak. Ba'zilarda bu shinakda orasi bunisi 20 santi bo'lsa, bunisi 15 santi, bunisi yana 17 santi bo'lib, masalan, har xil holatlar bo'lib qoladi. Shuning hisobiga loy tekis surilmay qoladi. Yana aytib o'tiladigan joylarimiz, masalan, bu aytaylik, qanchadir vaqt ishlagandan keyin parma mana bu shinagimiz yeyilib qolsa, buni holatiga yana to'ldirib, mana purtdan o'rab to'ldirilgandan keyingi holatda stanok tortmay qolyapti meniki, oldin yaxshi bo'lardi har holda degan gaplarni ham aytyapti. Endi bunga sabab mana buni ichiga o'ralgan palasamizda mana. Bu palasalarda biz bittalab mana shuncha turbani ichida turibdi. Mana palasalarimiz har bitta teshigini bolt gaykaga olganmiz mana. U stanok olganlar aytyapti, buni palasasini, masalan bizniki bu 1 santimetrlikda qalinlikda bo'lsa, ular 4 mm, 5 mmlik palasani shu ichkariga svarka qilib qo'ygan deydi. Uni olishda iloji yo'q deydi. Endi bu nima deydi? Mana bunday bolt gaykaga olinmagandan keyin loyni tortmay etagi shu holatga tushaveradi. Shuning uchun sotib olishda imkon darajasida mana shunday bolt gaykali bo'lsin. Palasani qalinligi eng kamida 1 santimetr qalin bo'lgani ma'qul. Undan qisqasi xullas yaxshi effekt bermaydi. Xo'p, keyin yana mana bunday mana shponkan o'rnlari mana frezada ochilgan bo'lsa bizniki, mana bular aytyapti, buni deydi, meniki bunaqa joyi deydi shilqillab qolgan deydi, mana luft berib. Buni shilqillab qolganiga sabab mana bu bolgarkada soy ochib qo'yilgan bo'lsa, bu frezanikida qolgan shponka plotniy tushmaydi. Shuning hisobiga bu valga nagruzka kelganda urilib o'sha sentrdan chiqib ketadi bu. Mana bu loy tushadigan barabanimiz loyni ichkariga tortib kirib ketaveradi bu aylanganda. Endi bu barabanimiz asosan mana bunday lentali stanoklarga buni qo'yish shart aslida. Chunki lentada keladigan tuproqni bu majburan pastga presslash qismiga tushirib berish kerak bo'ladi. Agar bu mana shu barabanimiz qo'yilmaydigan bo'lsa, lentadan keladigan tuproq bunga tushgandan keyin mana bu presslaydigan joyiga kelib, sal qattiqroq tuproq presslangandan keyin orqasidan qisman suyuqroq tuproq tushib qolsa, mana bu baraban bo'lmasa, bu tomondan keladigan lentadagi tuproq to'xtamaganligini hisobiga mana bu joyda uyalib tuproq to'lib ketadi. Buni keyin tozalash kerak, olish kerak. Xullas ish jarayoni juda sustlashib ketadi. Shuning hisobiga bu lentali variantda bu barabanlar qo'yilishi shart bo'ladi. Agar lentasiz holat bo'ladigan bo'lsa,
unda bu barabanni qo'yilmashi mumkin, chunki masalan tuproq olib tashlaganda tortmay qolsa, kamroq holatdaligida bu tuproqni tashlamay turish mumkin. Bunda to'lib ketish holatlari uncha bo'lmaydi ekan. Endi ish davomida qisqacha qo'ldan kelganicha tushuntirib ketiladi. Ushbu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib tarqatishda o'z hissalaringni qo'shib qolishlaringni so'raymiz. Kanalimizni kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.